Vücudumga akıl berip, meni candan aziz bilip, meni bekip östürgen ana. Müşakkatga bolup kalkan, bana şadlık ata kılgan, baxt tilep arzu kılgan ata. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, Doğrayı görsetken ata-anam. Ülge bulup erişimda, medet berip yanlarımda, Doğrayı görsetken ata-anam. Bana gülgen üzülmesin, külüp turgan ulu çekremden, ata kadın dökülmesin, mağay mengü senin izinden. Bana gülgen üzülmesin, külüp turgan ulu çekremden, ata kadın dökülmesin, mağay izinden. Ata kadın tükürmesin, bana izin. Ba'zida siz shunday qabaz qilib qolaman, mijozingizni bek yaxshidek his qilaman. Chunki bu apamning meni yaxshi tarbiyaligida. Apamning mijozi to'la o'zgarib qoldi. Ba'zida bizga amr qilib kelsa, yana ba'zida turib xafa bo'lib qoldi. Apam pek yo'l qo'ydi, lekin men unday qila olmayman. Sizmi-chu, apangizga yaxshi muomala qiling. Mening shunaqa qilma, lekin akam bilan yengamning ajrashib ketganini buyurman deb pechcha patatib ketdim. Ha? Nima? Nima dedingiz? Akam bilan yengamning nima bo'lganini nima qildim dedingiz? Yo'q, men qalaymi qanga qilib qo'ydim. Hech yo'q. Ular ajrashib ketdimi? Hey, men qarang-a. Siz boya akam bilan yeznamning ajrashib ketganligini yoshirman deb pechcha patatdim dedingizmi? Unda bo'lsa sizning akangiz mening yeznam, mening acham sizning yengangiz. To'g'ri-ku? Qo'l og'zini ichib ketgandan keyin davray. Akam bilan yengam ajrashib ketdi. Lekin uyning sabablik hozir ular bilib turadi. Ammo uydagilarga demang. Vaqti kelgan bir gap bilan. Bu sarang o'pdi-ku. Bizning uydagilar turmushda buni ishlar bo'lib turdi. Lekin u degan mening ocham o pek aqlli qiz bola. Mushunchalar cho'ng ishos u nimishqa bizga demaydi. Bu qachon bo'lgan ish? Men aniq bilmadim. Taxminan 1.5 oy burun. 1.5 oy. Aslida men sabab etkanda 1.5 oy burun men ajrashib ketgan vaqt bo'lgandan ocham uydagilar bu ishni Husayn ko'taramay qoladi deb shuningga demagan gap. Yo'q. Siz ana qo'yishingizga mashq yo'q. Balkim deydigan vaqt kelmagandir. Ocham bilan yeznam ajrashib ketibdi. Bo'ldi. Bugun ishimiz dishgan ketmamiz unutib ketdim. Unutib ketdim deganiki unutib ketdim. Men va'da beraman. Va'da bergandan keyin hargiz demang.
Sen meni doğurganchimi balam. Terilaring shundoq yaxshi, shundoq umoq. Nemish qalaymiqan gaplarni deb qo'ydigandimi deyman. Qizim qachab ish oldi. Nim bo'ldi ma balaga? Nim deb shiryapsan? Hech nima, shu sal ichim siqilib qoldi. Og'zimga nechini qo'ygim kelib qoldi. Og'zingga nim bo'pti? Bir chiroyli qilmanda ana. O shu lekin sal qalaymiqan gap qildim olib qoldim. Voy, qanday qalaymiqan gap qilding? Vallahi. Bu ishlarni yana bilmagan tuzuk. Ish qilib mo'shiyalirim sen tatqanjimi? Yey, Erishayotgan mol yo'qda. voy nim dedim? Voy, meni tishlab taqdek bo'ldingmi, ha? Bo'ldi. Qo'zab. Voy, yiligar soxtibas. Meni saat og'zimni o'tayotgan. Acha, Nima bo'ldi? Vrach bo'ldimi? yo'q, men tekrarlasam tug'moqdim amsa. Apa, men mangdimmi? Bolam choy ichmamsan. Oldirib qoldim apa. Undan noshlik qilib anandikin o'qi, ha? Ma'qul, ma'qul. O'zing diqqat qilamsan. Ma'qul, xo'sh. 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 Mingda doktorxonamizningki bundan keyingi taraqqiyoti texim tiz yaxshi bo'lish uchun biz doktorxonamizga yana bir yuqori saviyalik bir doktorxona boshlig'ini taklif qildik. Sizlar bilan bir maktabdosh. Bir maktabdosh? Kala. 小燕，大家好，不好意思，来晚了。院长，小燕，喂，是来电，严龙城学长，好久不见，好久不见，好久不见。任娜也在这儿，好久没见你了。任娜还是那么漂亮。你好，学长，好久不见。好久不见。Menimcha sen dudangni topolmading emas, balki uni izlab qo'ymading. Sen nemish tuyuqsiz paydo bo'lib qolsa. Men ko'rib boqay dedim shu. 20 yil bo'ldi. Yozchi ideya xizmat ishlab kelyapman. Bunga tayyorlik qilish ketamdi. Ömer, ssenariyning ichidagi personajning hissiyotini to'liq chiqaramadingiz. Biz hammamiz es qilamidik.
Tekniklarni to'shqoq natijasi chiqibdi. Hozircha ahvol qanday? Yaxshi. Siz chiqib ishingizni qilavering. Hey Nadira. Vay. Vay. Gap qila. Endi ketdimi u? Quda. Gapimiz turmadingizku? Amiz qanday qilaman? Men bek ansirab qoldim. Hozir o'ginishimdan yaxshi qila olmayapman. Bunda qisiz qanday bo'ldi? Bu ikkimiz deyishib qo'ygan gap-ku. Saduq xotirjam bo'lmagandim. Qanday qilaman? Men bek parakanda olib ketadimi? Men parakanda olib ketib boraman. Sizning sababingizdan. Hozir mening kayfiyatim pek nachar. Mening kayfiyatim sizni o'ta nachar. Men vaqt kelganda bu ishlarni bir taraf qilib bo'lmay qolmasin deb shunga siz demayli degandim. Bildim. Hech kimga demayman. Rost, hech kimga demayman. Lekin zoydikilar bu ishni bilib qolsa, bo'pmi? Opam bu ishni bilib qolsa, u vaqtda dunyo urush portlaydi. O chaqda bu ishlarni oqibatini tasavvur qilmoqdasiz. Shu emasmi? Ularning rostida yarışib qilish imkoniyati yo'qmidi? Agar ular yarışib qoldi, bo'lmasa baldirlar yarışib qoldi. Lekin doktorxon uchrasida urushdi. Burun ocham yeznani bek yaxshi ko'ratdi. Yeznami ochamni bek yaxshi ko'ratdi. Xotinning ishiga bir narsa demakdasiz. Ish qilibman endi hargiz to'y qilmayman. Bo'pmi ochamning bu ishidan keyin bu qarorimni texim jazmlashtirdim. Bolam, boyama do'konni ko'rganda qildim. Birdamlik ketib qoldingiz ha? Bir ish bo'lmaganmi? Dada. Mening siz bilan turmush kechagim bor. Uydagilaringiz bilan birga xo'shal-xuram turmush kechagim bor. Chunki mening uydagilarim bo'lsa kelmayman. Bo'ldi bolam. Bo'ldi.哎，今天
6号病人要出院是吧？是的，那个小男孩还说想在出院之前见见你。哦，好的，等下我忙完就过去。对了，我们给他买点零食吧，就当做出院礼物啊。好了，没问题。Bey. Ay canım. Astırık. Bu putunuz ne болып saqlandı? Ehtiyatsızlıkta urib oldim. Urib oldi? Qo'lingiz og'riyapti? Canım. Bey. Bir qaraydi qayoqqa qargan? Ustixonning sunuq sal ig'irga. Men maxsus to'xta boshlab kiray. Birdan turib turinglar. Yankı yake. Bey. Ah. Bey. Siz berib uskundan keluvdi, ha? Uskun tekshiraylik. Yo'q. Bey, ya çok ram. Asıl sel zahmini kaptı. Rezonma? Yanımay. Nima ishlar olib ketdi bu? Voy, keldingmi? Nega odamga kech qolibsan u? Tishi chiqib kirgan shu. Sen cho'kib qolibsan bu. Men shu opam telefon qilibdi-ku, qo'rg'a go'shab qo'ydim kelib akiting deb, shundan keldi. Yeznamchu, billikami nima? U bugun dejurnilik qildigan-to'q shundan kelmadi. U dejurnimiga? Sanashda dedimi? Nima bo'ldi? Bir ish bo'ldimi? Yo'qay. So'rab baxtim shu. Ajab keldi. Voy, aja keldingmi? Voy, Nadira, aka keldinglarmi? Ha, keldingmi? Aja chiqib kirdi. Fukam, nima bo'ldi? Kelib ham bizni bu yerga tortib chiqding-ku? Shu emasmi, aja? Men bu yerda yurib ketdim. Biz bir yig'in ochmasak bo'lmadi. Yig'in? Amsa Rana chaqir. Rana! Voy, nima bo'lsa? Sirbi qilib ketgan-ya. Desam, qo'rqib ketmanglar. Ben beklansirab qoldim. Bu to'tacham texcha. Voy, tegin-ya. Yezdan boshqa bir ayol kishi bilan Shiboka. Ha? Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Tallabasida boshqa bir ayol bilan cho'gilib turibdi. Texacham ismini qo'shib ishlayapti, men yotibdi. Ocham bu ishdan ozroq bir xabari yo'q-ku. Rostdan otamsan?
Bence bu bir ufquşmaslik. Endi talla bazarını aylanğına qarapla bunda hüküm çıqasaqmı bo'lmaydi. Nadira, sen bana işlememse, ben herkes hata his qilmayman. O işsiz qarmoqla munosibet oddiydek emas. Bu yüzden qandaqsiz boshqa birini topsa bo'ladi. Aka, acha, biz o'zimizni besib olaylik, bu cho'qim bir ufquşmaslik. Fukama özüm qanday bir sualıma, mağbuna aytpin berme. Tek aşını deyip vakit bakdım ha? Şu aka, berib atimini bereli. Şöyle. Aka, acha keşopga deb olduqlan acha. Fukam, sen öyle ot da bırak çık etme şuna. Bana. Şu, apamdan aldı çandır etme. Bana bak. Aka, acha, çoğ acam. Acırışıp gitti. Neyim dedi? Acırışıp gitti. Halayqa gap qilma. Ushqisi qandaqsi ajrashib ketdi? Sen hata qilmagansan, jazmlashtiralasan. Şu men bilan oldikenini ajrashib ketdik. Apam uqmaydi. Ushqisi tamoq etib berdi. Ushqisiz. Voy anam. Bu bir cho'ng xabar bo'libdi-ku. Aka, acha, o'tinib qolay, buni boshqalar demanglar. Asli men sizlarga demsam bo'ladi. Lekin shu sizdan bir ish terib qo'yamkin deb bu o'tib qoldim. Ayni vaqtda men yangi ajrashib ketgan bo'lg'achqa, acham opamni ansirab qolmasin deb shuningga vaqt kelganda deb demabdi-ku. Apamni ansirab qolmasin deb uning ko'ngli yerim bulg'ashni qildi-ku. Aka, acha. Bence bu işte biz çoğun acamdan özünün bizge iyiğiz içini saqlaylik. Şunaq bu? Şu. Doğru. Belki bizi oyluqni badu. Şu emasmi? Biz bir mezgil saqlab qo'yaylik. Şu emasmi? Ma'qul. Şurunga o'tib ketaylik. Muam apırıpça balam ısıtıprak ya. Soğuk yapsalmacı mı? Ma'qul apa, kecha o'g'ini japa chekdim. Yo'q balam, o'rixlab qopsan. Apa biz keldik. Keldinglarmi? Acha, mamsa? Aba keshib ketdi, bora qaytib aramalay. Hey, jur'atni men og'il kelsin degan-ku, shunda kesh ishdan tushamda u? U bugun dejurni ishlayotgan to'q shuningga. Nim dejurnilik ya bu? Aka. Aka. Sen nim bo'ldi, kayfiyating yaxshi emasmi? Ya akam yaqindan buyon bilsinbek cho'ng kayfiyat yaxshi emas. Acha menga bera. Biz sana mashin chaqirib beraylik balam. Yo'q bo'ldi apa, o'zim to'sab menga beray. Unda yo'lda diqqat qil ha. Ma'qul apa, xo'sh. Xo'sh acha, xo'sh. Acayip işim sıkıldı ya. Apam öyle şurup sattı ki ağaç geldim. Bileyli. Ne yiysen balamda? Yiyiniz yapmadı değil? Yiyin bak. Çıkıp oturup durun hazır et çıkay. Bu siz qaynapam aytgan tomoqlarni yig'ib qo'ymayapsizmi? Bugun ajab yumshoq. Bu tamoqlarni opam men yolg'iz yang deb avatmidi. Jur'at o'g'lim sho'rpaga o'pkisib amroq billan yanglar deb avatdi. Yaxshi.
o'xshabdi. Bak o'xshabdi. Opam aytgan bo'lgandan albatta o'xshaydi-da. Siz jiqroq yomka eshib qolmasin. Ay shorbada mishchigan? Ishma, yotimiz eshib qolmaydi. Xotin, gilamni sen popsuluğa. Juda qilib bergan qurib ekan. Shundan test oldim da. Hayzanlı acıma. Dadisi? Men kelib choy ichlamsizlar? Ben Kelinglar, choy ichinglar mekinlar. rahmat da. Bir necha kun bo'ldi. Yomon kamdida olib ketdingiz-ku dadisi. Bir ish bo'ldimi? Yo'q. Shu bir ish bo'libdi-da. Nima ish bo'ldi? Menga da. Boshqa ish yo'q. Biraz hayron qolmanglar. Heyliqi Farida bog'u sizlar bilsizlar. Oshning o'g'li meni izlab kelibdi. Farida? Faridaning o'g'li? Ha. Uning shu vaqtlarda qo'si hidi botdi. Uzun yoq derik bo'lmagan ekan, bir oyning oldida uning o'g'li meni izlab kelib, meni uni nimishga tonimaydiganligimni, ankin Faridan tonamsiz deb so'raganda, aningdan kim bildim. Sadımışdaq bir günning bo'ladiganini o'ylagandim men. Sizlarni qo'rqitib qo'ymagandim-a? Shuncha uzun yil o'tib ketdi. Bu ishlarni endi og'ziga olmasmiz debdimi? Shunday qilib u bal bizni nima ish qizlaydi-ku? Shu biz bilan bilib tursa aka. Dadisi sarangib qoldingizmi? U bizning uyga ko'chib kelib, biz bilan birga turadigan bo'ldi. Men mi qo'shildim. Dadisi sarangib qoldingizmi? U balvog'i shunda yaxshi o'mibdi. Uning ustiga men bir necha qitim ko'rishdim. Sizlarni cho'qim yaxshi ko'rib qolsizlar. Bo'ylari egiz, shunda kelishgan bo'ldi. Yo'ros, u tili artistga bir necha qismliq televiziya teatrlarga qatnashibdi. İsmi Ümit'ke. Ha, şununla. Dukanğa barmay, öygüm kelmey, yo'qab ketib, aşı balı bilan birga yurgan gapmi? Dadılık burchini ado qilgingiz kelsa, o'zingiz